Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Reallık'a nazar programımızın 14. saniyeli görüşünlerini kızgın karşılayımız. Ben Abdullah Yalqın. Kadirli görüşmelerimiz bana ma'lum bo'lgandek, asli biz her 2 haftada bir qatim şembe günü görüşmekçidik deyişkinimizde. Ama bulup mu en ahırkı 2 aydan artıq vaqtdan buyon aziz mehmonimizniki Abdurrahim Davlat efendimizninki xilma-xil faaliyatlari, ishlari chiqib qolib, xili uzun vaqtdan buyon ekranlarda bulanmay qoldik. Aldı bilan bundan bir kechirim so'raymiz. Nurg'un inkaslar kelgan bo'ldi deb qachon qilsizlar. İnşallah nesip bugün genelde bugün asli 5 titi, bunun 2 saat 6 diyen bir programımız bo'lganligi uchun bugün bir saat 4'ke qilaylik deb tünügün e'lonimizni bergan bo'ldik. İnşallah bunun keyin yana 2 haftada bir qatim davomlashtirishga kuchaymiz inşallah. Aldı bilan programımızdan aziz mehmoni hamma tanışıp bo'lgan hurmatlik Ustoz Selçuk Üniversitesi tarix fanlari doktoranti yozuvchi shundoqla Sharq Turkiston ulamolar birligi a'zosi Abdurrahim Davlat efendini taklif qildik. Qimmatli vaqtini chiqarib ziyoratimizni qabul qilganligi uchun ko'p rahmat aytamiz albatta. Assalomu alaykum. Men bu fursatni sizlarga ta'minlaganligingiz uchun men rahmat aytaman. Alaykum assalom, rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız orqali naq maydondan tarqatilyapti. Ekranlarda chiqib turayotgan nomerimiz shundoqla ijtimoiy uchur vositasidagi aloqa vositalarimiz orqali programmaga aloqador har qanday fikr, taklif yoki savollaringiz bo'lsa, so'rashinglarni berishingizni umid qilamiz. Shundoqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham bahrlab qo'shni ham o'tmaysizlar. Endi biz tunugun biz e'lonimiz bergandek bugungi temamizni biz layoqatlik ota-onami deb qo'ydik. Chunki buni qilishimizning sababi biz 13. qatimliq sonimizda, 13. sonimizda programımızdaki program jarayonida esingizda bo'lgandek men Abdurrahim Davlat efendimdan shu ota-onalarninki farzandlarni davomli ruhliq, jo'shqin kayfiyatda tutib turishi, qanday tutib turadi, qanday yordam qiladi farzandlarga degan bir savolni so'raganda buni ayrim bir tema qilsak texnik yaxshi bo'ldi deb shuna degan edi. Shuning uchun biz hem maktabninki boshlanishi hozir hamda bu Xitoy virusi vabosidan uzun bir qancha yildan buyon davom qilayotgan bu virusning keyindan tunji hamda bolalar texi yüz sınıflarga berib maktablarda ders başlagan bir zamanga to'g'ri keldi ham bugungi temamiz. Hamda ota-ona bo'g'ishi farzandlarini hamma ota-ona albatta farzandlarınki kelgusida yaramliq yetishib chiqishi, nihoyat yaxshi bir kasblarga erishib, jamiyat bir foydali ishlarni qilishni orzu qildi hamda. Jamiyatga shunday bir qarasak hamda ko'pincha atrofimizdagi insonlardan bo'lsin, 2 turlik kategoriyadagi insonlarni ko'rayotganmiz hamda. Bir turkumga qarasangiz farzandlarni nihoyat chin tutib, buningga talabni yuqori qo'ydim deb haddidan ziyoda oshirib o'tib, hattoki oxirgi kunlarda shuni anladik. Shu ota-onasining besimidan, shu talabni yuqori qo'yganligidan, hatto uydan qochib ketgan masalalarni anladik ham buningga chidab bo'lmaydi. Bu bir tarafdan qarasangiz bu şekildeki insanların görürsünüz. Yani bir tarafdan qarasangiz bir turkum ota-onalar o balalarının o işlerine köngül bölmeydigan, hatta maktab o'qishning masalasini e'tiborga olmaydigan, nima bo'lalaydi deb maktabdan chiqarib oladigan, o'qitmaydigan degandek bu sal qaraydigan ikki taraf ota-onalarni ko'ramiz endi. Bugun biz programmamizda mushularni bir fikr qilib o'tsak, qanday qilganda biz ota-onalar haqiqatan mas'uliyatimizni ado qila olayotamdik, layoqatli ota-ona bo'layotamdik, farzandlarimizga qanday yordam bera olamiz degandek temalar to'xtalamiz. Shuning uchun programma kirib ketsak, hurmatli ustoz hamda shu biz programmamizning bosh temasidanki savoldan boshlasam, yani bir ota-onaning layoqatli bo'lishi qanday o'lchindi? Biz layoqatli ota-ona bo'la oldikmi? Xususan shu muhojiratdagi ota-onalar, insonlar, siz buni ko'rish jarayonida siz nimalarni his qildingiz? Mushaxtiki fikringizni ham bo'lsa bo'ladi. Assalomu alaykum. Bu savolga javob berish qiyin savollarning biri. Chunki bir layoqatli ota-ona bo'lish degan vaqtda nurg'un kishilarning
layoqatli bo'lish degan mushu so'zga nisbatan tushunchasini ait xilma-xil. Masalan, ba'zilar bolalarning agar deyli, bolalarni yaxshi maktabga beralasa, yaxshi o'qituvchiga tutib beralasa, tarbiya mas'uliyatini to'liq ado qildim, men bir layoqatli ota-ona deb qarashim mumkin. Yana ba'zilar bolalarning barliq moddiy imkonlarini voyaga yetkazib to'liqlab o'tib, undan keyin men uni hech nimasini kam qilmadim-ku. Men o'zimning ota-onalik majburiyatini to'liq ado qildim deb qarashim mumkin. Buningda shu hamma odam nayt xushallik bilan qabul qiladigan bir o'lchamni deyish menimcha biroz tez. Ammo shundadimi? Biz bir Uyg'ur musulmon millat bo'lib sifatimiz bilan o'zimizning bir layoqatli ota-ona bo'la olish bo'lolmasligi haqida ba'zi bir o'lchamlarni so'zlash mumkin deb o'ylayman. Qanday qilganda layoqatli bo'la olamiz degan bu savolga men faqat 3 kalima bilan javob bermoqchi. Men bu haqda burun ko'p so'zladim. Bir ota-ona layoqatli bo'lish bo'lmasligi uchun menimcha eng tunji bosadigan qadami eng avval o'zining ota-onalik salohiyatini haqiqiy mohiyati bilan tanib yetishi lozim. Chunki har qanday bir harakat bir odamning o'zining kimligini tunishi asosida anandaki vujudga chiqadi. Masalan deylik, bir shoför men shoför deb qaralganligi uchun mashina haydaydi yoki mashina haydashni bilganligi uchun mashina haydaydi. Ya'ni o o'zining shoförlik salohiyatini tunig'achqa u shu harakat bilan shug'ullanadi. Bir o'qituvchi shundoq. Bir o'quvchi shundoq. Masalan, bir askarni biz nima uchun askar deb ataymiz? Chunki u o'zining vatanini dushmanga qarshi mudofaa qilganligi uchun. Agar bir askar o vazifani ado qilmay, o'zini askar deb atasa, vaqtda bu layoqatli askar bo'lmaydi. Uning tigi deyotgan sabab balkim o askarning o'zining askarlik majburiyati haqidagi tunishida yetarli bo'lmaganligidan bo'lishi mumkin. Amaliyotda biz Qur'on Karimga qarab boqadigan bo'lsak, Allah insonlarni inson qilib yaratgandan keyin Qur'onda insonlarga xitob qilgan nurg'un oyatlarda insonni o'zimizni tunishga, fikr yurgizishga buyurdi. Bunun menimcha eng muhim sababi sen o'zingning kimligini bil. Sen kimligini bilsang, sen majburiyatingni, vazifangni topa olaysan. degan bir sababdan bo'lishi mumkin. Xuddi shunga o'xshash, masalan, men o'zimni bir dada, bir ona deb qargan vaqtimda agar haqiqiy bu majburiyatni ichimdan his qilsam, o vaqtda menga biraylarning kelib balangni yaxshi tarbiyala deyishning hojati yo'q. Chunki mening balamni yaxshi tarbiyalashim mening bu salohiyatimning ichki taqozosi. Men faqat o'zimning eng aqlli bir majburiyatni ado qilyapman. Bizning davomli boshqalarning jamiyatning sirtning bolalarimizni yaxshi tarbiyalayli, ota-onalik majburiyatimizni ado qilayli degan mushu gapga qilishimizning sababi dal o'z salohiyatimizni yetarli tunmaganlikdan deb tushunaman. Ya'ni mushuni tunugan vaqtimizda biz uyg'ongan bo'lamiz. Ha, rost. Men bir dada ekanman, ona ekanman. Men Allohning oldida bir ilohiy majburiyatni ustimga olibman deb yana bola tarbiyalash bizga tashqi sabablar ta'sir qilgandan keyin ado qilgan majburiyat emas, balki bizning aqidamizdan, bizning ichimizdan kelgan bir majburiyatga aylanadi. Bu vaqtda biz buni nihoyat xushallik bilan ado qilamiz. Shundaqla bu jarayonda duch kelgan nurg'un ko'ngilsizlik, jafo, mushaqqat, dushvorchiliklarni xushallik bilan, rohatlik bilan qabul qila olamiz. Chunki biz buni yaxshi ko'rdik. O'zimiz bu xuddaligi, masalan, bir musulmon namoz o'qishning musulmonlikning eng aqalli bir talab ekanligini bildi. Shunlashqa u namoz bilan ajab vaqtimni olib ketdi, tayyorlanish nima degan jafoliq, safarga chiqqan vaqtda namoz o'qiydigan yer topolmay qoldi ekanmiz degandek, namoz o'qish jarayonida uchrab qolish ehtimoli bo'lgan ushaq-tushak masalalarni qilcha nazarga olmaydi. Masalan, uningga g'utuldab qolmaydi. Ajab bu namoz o'qish degan jafosi chiqish ekan demaydi. Nimishqa? Chunki u mening aqalli bir majburiyatim deb bilamiz. Ammo unda bilmaydigan odam namozning jafo mushaqqatlarini o'ylabla o'qishni boshlamasligi, hatto namozni tark etishi mumkin. Xuddi o'xshash shu. Ota-onalik mening ichki majburiyatim deb tunugan vaqtimizda
boshqalarning bizni quliqimizni to'lg'ab qo'yishini hojat qolmaydi. Biz bu safarga otlanib ketamiz. Endi ikkinchisi, uyg'onsaqla yetarli emas. Ya'ni men ota-ona bo'ldim. Ota-onaligimni yaxshi joriy qildirishim lozim ekanligini bilsak yetarli emas. Endi biraz o'rganishimiz lozim. Ya'ni qanday qilsam bolalarimni yaxshi tarbiyalay olaman. Qanday qilsam layoqatli bir ota-ona bo'laman degan mushu masala haqida. Chunki bu mazmun doirasida keng bir ish. Gerçeklikle layoqatli ota-ona bo'lish degan bu so'z bir jumla bo'lgan bilan bu layoqatli ota-ona bo'lish uchun bir odam qilishga tegishli ishlar ko'p. Shunlashqa men bu yerda bu savolga bergan javobda shu qilishga tegishli ishlarning hammani bir yoqadan tizib chiqishim tez. Ammo o'rganish degan bir so'z bilan buni yig'inchoqlashga bo'ldi deb o'ylayman. Xuddi men yaxshi bir ota-ona bo'lishim kerakligini bildim. Bunday bo'lgandan keyin mendagi bu tuyg'u meni bunday qilganda sen qanday qilsan bo'la olaysan degan savolga ittirdi. Shunda men izlayman, kitob varaqlayman, boshqalardan so'rayman, nurg'un leksiyalarni anglayman. Mana shularning hammasi men avtomatik holda qiladigan ishlar. Ya'ni o'rgangan vaqtimda aslida odatdagi sifatda qilgan ishimni o'rgangandan keyin texmi ilmiy, texmi yaxshi, texmi unumli usullar bilan qila olaman. Endi bu ota-onalikni o'rganishning hojati bormi deb o'ylashi mumkin nurg'un kishilar. Chunki bizning ota-onalarimiz maxsus ota-ona bo'lish kursini tugagan emas. Balki dunyoda hozir qadar men unda bir balki ba'zi davlatlarda maktab kursi bo'lishi mumkin. Bu hozir butun dunyo ma'rifidagi bir bo'shliq deb o'ylayman. Hech bo'lmasa masalan bir tasavvur qilaylik. Oliy maktab bitirmoqchi bo'lgan bolalarning oxirgi yilligida bir yil yoki bir mavsum bo'lsinmi oila qurish, ota-ona bo'lish degan dastlabki savodlar haqida har qanday kasbdagi bolalarga bir dars ta'sis qilishi lozim deb o'ylayman. Bu bir qo'shimcha gap. Endi bu demak yo'g'imiz biz bir kasbni qilish uchun, bir hunarni egallash uchun, ya'ni bizga jon beqishga asqatilgan bir narsa o'rganish uchun 10-15 yil oliy maktablarda o'qiymiz, boshlang'ichni bitiramiz, to'liq o'qiymiz. Ya'ni bizning hayotimizning 3dan 1 qismi hayotimizning 3dan 2 qismini qanday yashash uchun maktablarda sarf qilinadi. Ammo biz hayotimizda texmi uzoq yashaydigan bir oila bor. Bizning bolalarimiz bo'ldi. Mana mushu jarayondagi masalalarni hal qilish uchun bizning o'rganmasligimiz bizning nurg'un masalalarga usturdi. Masalan, hozir biz beshimizga kelyapti. Biz buni bilmaganligimiz uchun yoki bildik deb o'ylab olganligimiz uchun mana hozir bolalarimizdagi nurg'un masalalar chet ellarda oldimizga uchragandan keyin hammamiz naydi temperatimiz, qanday qilishni bilmayapmiz. Bizning ota-onalarimizning ota-ona bo'lishni o'rganmasligi, bolalarga o'rgatmasligi albatta bu to'g'ri ish emas. Aslida biz ba'zi ota-onalar bunda o'ylaydi-ku. Buni nurg'un gap so'zlarda men his qilib qolaman. Bizning ota-onamizmi o'qib, kitob o'qib, undan qilib tarbiyalamabdi ekan bizni. Bizmi yomon emas odam bo'ldik-ku deb bunday o'ylaydi. Uning nima ish qildi deydi? O'zini xil yomon emas, qaltis odam deb o'ylaydi. Amaliyotda men dal ta'kid. Agar bizning ota-onalarimiz texmi yaxshi o'rganib bizni tarbiyalagan bo'lsa, biz hozirgidan texmi qaltis odam bo'la oldik. Agar umumiy Uyg'ur ota-onalari texmi yaxshi tarbiyalagan bo'lsa, biz balkim hozirgi mustamlika holatimizga 1-2 avlod burun xotima bergan bo'ldik. Hozirgi kunga qolmagan bu. Men bolalarimiz shu bizday bo'lib qolmasin deb yaxshi tarbiyalashimiz kerak deb o'ylayman. Endi o'rganish lozim. Endi bu o'rganishning doirasi nihoyatda keng amaliyotda. Oddiysi eng aqlli bolalarning sog'lomligi, bolalarni tushunish munosabatli bo'lgan psixologik bilimlar va bolalarga ba'zi dars o'rgatish va topshiriqqa yetaklashdiki, oddiy pedagogikalik bilimlar, texnikalar, bayam degandek bolalarni tushunishning usullari, bunlarning hammasi hozir o'qitiladigan, o'rganiladigan, tajribalardan olinadigan narsalar. Endi bir ota-onaga kunda ozroq vaqt chiqarib bu narsalarga diqqat qo'yishiga hech qanday vaqt ketmaydi. Mayli siz do'konchi bo'ling, do'konchi. Yoki mayli boshqa ish qiling, bu sizning vaqt talab qilmaydi. Endi uchinchisi o'rganganlarimizni tatbiqlash va buni odatga aylantirish. Ya'ni hayotimizda farzand tarbiyasi degan mushu ish bizning hayotimizning markaziy o'rniga kelgan vaqtda
biz turmushdagi har bir inchki daqiqani, har bir so'rinni, har bir vaqtni farzand tarbiyalaydigan nihoyat yaxshi bir fursatga aylantira olamiz. Masalan, bolamizni yetlab bozorga chiqdik. Bozorga chiqib, do'konga kelgandan keyin bolamiz bir qopda bir narsani bizga epagin deb qop soldi deydi. Unda deymiz, bolam, qopdagi xatlarni o'qib boqay deb. Shu yerda turib, qopdagi 2-3 sizlik xatni o'qitishimiz mumkin. O bizga o'qib berishi mumkin. Mesela şunun özüme şu naq meydanda balaga bir narsa o'qitish. Mesela balalarımız dostu bilan ma'lum bir jidal majroga kirib qoldi. Biz ularni bu jidal majroga qanday muomala qilish haqida yetaklaymiz. Avtobusga chiqdik. Avtobusda balamiz nihoyat kapsizlik qilib atrofdagilarni rohatsiz qildi. Shu vaqtning o'zida boshqalarga daxl tarbiya qilishni toza yaxshi ish emasligini uqtirish orqali tarbiyalaymiz. Ya'ni farzand tarbiyalash deganlik nuqul nasihat qilish, so'zlash, maktabga berishlar emas, bizning barliq ish harakatimiz, so'zimiz va harakatimiz bilan hayotning hamma sohalariga tekshi tarqalib ketgan bir universal faoliyat. Buning uchun yuqorqi 3 nuqta bizni layoqatli bir ota ona bo'lishga elib bora oladi deb o'ylayman. Oxirida shu savolga javoban unda biz o'zimizning layoqatli ota ona ekanligini qanday o'lchaymiz deb so'rab qolsa, ben nihoyat oddiy bir o'lchamni o'ylab chiqdim. Sizning 24 soat ichida bolangizga ajratadigan vaqtingiz qanchalik? Ya'ni bolaga ajratgan vaqtimiz bilan munosabatli. Mesela biz o'ylashimiz mumkin, men intayin aldirash. Mesela ettigen berib do'kon ichib, kech soat manchini qaytima, vaqtim yo'q. Mendagi muhim bo'lgan narsa ettigendan kechgacha bolangiz bilan birga yuring deganlik emas. Ammo bir dada masalan bir kun ichida tadqiqotlarga asoslanganda bolasi bilan 20 soatdan 1 soatgacha suhbatlik birga bo'lsa, suhbatlik birga bo'lish gap intayin muhim. Masalan deyli, siz ishdan keldingiz, bolangiz dada deb sizni quchog'ingizga o'zini otdi. Sizga nihoyat zo'q sho'q bilan birdan sizlar mungdashmoqchi. Siz sapada o'ltirib, bir tarafdan telefoningizni ochib, telefonda ko'rgachda, "Ha bolam qandaqa? Ha, shundami? Bugun mundaq shopdi demakdi, qanday deb qo'yib, telefon qardingiz. Shundaq qilib 1 soat o'tkazsangiz. Siz ko'nglingizda o'zingizni, men bolam bilan 1 soat birga bo'ldim deb o'ylaysiz. Bu siz bolangiz bilan birga bo'lmadingiz. Siz bolangiz bilan ichak kishib 20 soat birga bo'lsangiz, bir dadaga nisbatan 24 soatda yetadi. Bolalarga nihoyat yaxshi uzuq berarsiz. Balkim siz yoki men bolalarimizga jiq pul xarjlagan bo'lishimiz mumkin. Nihoyat esil maktabga olib bergan bo'lishimiz mumkin. Masalan, Turkiyada nurg'un shaxsiy maktablar bor. Iqtisodiy bolalar shu yerga beryotadi. Qisqacha bolamizning ma'naviy, moddiy ehtiyojini bu o'ylagandan bekrak taqqilib etgan bo'lishingiz mumkin. Ammo bolangizga faqat vaqt ajratmadingiz. Yoki vaqtingiz nihoyat oz. Aran kelgan shanba yakshanbada siz bolangiz bilan birdan birga bo'lishni o'ylaga yoki do'stlaringiz bilan yoki boshqa bir ishlar sirtda bo'lishni tanlab qoldingiz. Balkim amalsizlikdan albatta ba'zi ahvollar bo'lishi mumkin-da. Ammo bolangiz bilan birga bo'lishni iborat bu narsa sizning kun tartibingizning ustida bo'lmasa ham o vaqtda biz layoqatli ota-ona bo'lishni asta-asta yiroqlaymiz. Chunki biz bolalarimizni bizdan talab qilgan narsalarni faqat ko'proq birga bo'lish orqali singdira olamiz va bera olamiz. Bizning bola ehtiyojli qolgan narsa bizning uydagi biologik mavjudligimiz emas, balki psixologik mavjudligimiz. Bolani quchoqda tutib o'ltirib, televizor ko'rib, men bolam bilan birga bo'ldim desangiz to'g'ri emas. Siz bolangizning ko'ziga qarab turib, birdan mungdashsangiz, birdan o'ynashsangiz, birdan uning eti bo'lsangiz, mana birga bo'lash. Yuqorqi savolga shuncha javob beraman. Ko'pdan ko'p rahmat, haqiqatan nihoyat muhim sharhlab tushuntirib qildik. Haqiqatan ham da mas'uliyat, ya'ni bir ota-onaning o'z mas'uliyatini tunishi, buningdan yo'lga chiqqan asosda yuqorida so'zlab o'tilgan narsalarni shunchalik qisqa vaqtning ichida ma'miliyatda qilib bo'lganligini nihoyat go'zal misollar bilan tushungan bo'ldik. Hamda siz yuqorida so'zlab o'tgandimi dedingiz, ammo shu
Muşunda bir mesuliyetini tunuğan ata-onaning mı farzandi bilan bilgan kamda hamma atrof şu dijitalleşip ketken devirden bakamdı. Bütün balalar mesela yıllarca bütün kompüterini aldı, telefonlarını aldı, ders kıldı. Bütün hayatımızga sığıp ketdi bu. Nurgun ata-onalar elbette biz şu programımızın içinde söylep öttük bunu mesela farzandlarni bevosita kompüter o bu narsalarni oldiga tashlab qo'yiblar qilishning xatirini hamda farzandini bir mas'uliyatini tunugan ota-onaning muvaffaqiyatli holatda farzandiga bolalarga yordam qila olishi uchun shu farzandlarni tushunish intayin muhim bo'lsa kerak hamda shu ota-onalarning farzandlarini bugun biz farzandlarni tushundirdi diyalamdiq yoki tushunishini nima uchun muhim deymiz ularniki kelgusida bir yaxshi bir hamma jihatdan yetilgan bir bola bo'lishi uchun jamiyatga. Buni qanday qaraysiz? Endi bu savollar farzand tarbiyasidagi eng nima deymiz? Eng boshlang'ich savollarning biri. Boshlang'ich deyishimning sababi bir farzand tarbiyasi degan bu safarga chiqqan vaqtda uchraydigan masalalarning biri. Biz bunda bir oddiy misolni o'ylab boqaylik. Biz kichik vaqtimizda velosiped haydashni o'rganamiz. Yoki o'rgangan bo'lishimiz mumkin. Velosiped minishni o'rganib bo'lgan orliqda biz velosiped yetilsakmi, doim pedal bizning o'shqimizga tegib, to'la yiqilamiz. Ya'ni velosiped minishni bilmaydigan odam velosipedni yetilsimi yiqiladi. Ya'ni velosipedni yetilashni tushunmaslik bizning yiqilishimizning sababi. Oddiy aytsa. Endi velosipedga o'xshash bir jonsiz bir narsani tushunmasak, bu kadar mesele yüz bergen yerde Allah acayip mucizelerle yaratkan bir insan balasını bunu düşünmeyi turup onun olan bir muamele kuruş, onu yaxşı yetiştirmede tasavvur kılışın özü bir külkelik iş. Şunun başka en deslepte muvaffakiyetli bir farzand terbiyesi ballarını doğru düşünüş üstüge kuruladığı diyen bir hükümle çıkarsak hata olmaz. Ameliyette farzand terbiyesi... Bunu kılsan da buyruk çürüşler emas yani. Şundak. Farzand terbiyesi emas. İnsan ile insan arasındaki her kanda muvaffakiyetli bir münasebet özara düşünüşüş üstüge kuruludu. Meyle dostlar arasında, şundak mı? Hizmetdaşlar arasında, erhutun arasında muayyen derecede bir düşünüşüş bulmasa iki taraf arasında bu münasebet çok malum bir yere bağa vakti pistan çakıdı. Zincir taşlaydı. Mesele yüzü bir. Farzand meselesi var şunda. Şunlaşka, ürgünüş değişiminin mühim sebebi bayağı. Ata-analar ballarını düşünüşünü, nahayet mühim bir iş süpütüde tutuş lazım. Yani bunda karab bilevalım, düşünevalım emez. Biz bir dostumuzla bir neçil aralışıp bazı noktalarını düşünemezlikimiz mümkün. Her daim deyimiz bu. Onun hakikat ebtübeşirisini hem de bildim deyimiz. Onun kanda adamlıkını hem de düşündüm deyimiz. Bu adamla kanda adamla ameliyatımız 10-15 yıl, 20-30 yıl arlaşka adamla. Bu çünkü uzun arlaşka adamlığımı hakikatini burnumuzda bir kanç katım yigenden keyin düşündüğün turuluk. Elbette balasını düşünümen deyişimiz nahit yengirteklik. Çünkü Allah insanın aiti bir sırlık məxluq qılıb yaratqan. O başqa varlıqqa oxşamaydı, başqa məxluqlara oxşamaydı. Ben bir qancha bir ssenariyani tasavvur qilayli. Agar tushunmasak nima bo'lganligi haqida. Bir ana boshlang'ich birinchi sinfdan qaytib kelgan bir bolasiga topshiriq ishlatyapti. Bola xatni ko'chiryapti. 10 minut bo'ldi. 10 minutdan keyin bolaning diqqati chechilishga boshlaydi. Ammo 10 minutdan keyin bolaning xatimi satlashga boshlaydi. Hatto xato yozishga boshlaydi. Şuna ana onun qarab turib jili buldu. Hey, bayan birinci, ikinci ko'rinishida to'g'ri yozgan turib, nima uchun hozir ta'tir yozsa, mana nimada sat yozsa, sen nimada keyingi chekinib ketsa deb beklek ochiq kelgan vaqtda balasiga qo'li tegib ketishi mumkin. Bo'lmasa shu naq maydonda bolaning oyati qattiq ochiqlab ketadi. Agar ana o 6 yosh, 7 yoshdagi bolaning diqqatini 5-10 minut oran markazlasha oladiganligini 10 minutdan keyin chuqur taqilib ketadiganligini, chechilib ketadiganligini bilgan bo'lsa,
10 minut oldu, balamdan dikkati çeşip geçki başladı. Birden demeli olsun, ondan keyin qayta keleyle degan bo'ldi. Onu o'qimaganlik uchun la bolasini sen nimişki bunu qasddan men bilan qilishib chiroyli yozmaysan. Sen tapşırık işlemeyi dedin sen nimişki tapşırıkni yaxshi ko'rmaysan deb. Mesela o yaştaki bolalar tapşırıkni yaxshi ko'rmaydi. Kim tapşırıkni yaxshi ko'rdi? O'quvchilarning mutlaq ko'pi yaxshi ko'rmaydi, biz yaxshi ko'rmaydik. Ammo qilishga tegishli ish deb qaraganligimiz uchun qilishga majburdik. Demek böyle bir tushunmaslik sababidan bola azaryapti. Yana bir aylar o'zining 10 yoshga kirgan bir o'g'liga vatan, millat haqidan oid abstrakt gaplar bilan tarbiya ishlashga boshlaydi. Bizning vatan degan bunday narsa, erkinlik degan bunday, erkin bo'lmasak mana shunday kunga qoldik deb oid bunday. Ulug' shuar nazriyalarni o balasiga gap qilishga boshlaydi. Gap bo'lgandan keyin tushundingmi deb so'raydi. Bu bala tushunmadim deyishga jur'at qilolmaydi. Tushundim deydi. Amaliyotda bu bala buni tushunamdi, tushunmaydi. Chunki 12 yoshgacha bolalarning abstrakt tafakkuri to'liq yetilmaydi. Ya'ni bu xil abstrakt uqumlarni cho'nglarga o'xshash menisida bitirib qilolmaydi. Bu vaqtgacha bolalarning ko'pincha vaqtda bolalar obrazliq tafakkur qildi. Konkret bir moddiy narsaga bog'lab turib tafakkur qildi. Siz balanızın abstrakt tefekkürünün, abstrakt uqumlarını düşünüşünün tabii yetilmegenligini uqmaganligimiz uchun kichikgina bir balamızga hatta ba'zida texim bizilqi o'qib qolsak o'sha diniy tarbiyalarimizni nihoyat chekinlashgan talablarni qo'yishimiz mumkin. Xuddi cho'ng odamni qilolmaydigan masalan namozni nihoyat xushu bilan o'qimaydigan deb 10 yoshlik 11 yoshlik bolaga sal ortiq talab qo'yib tashlashimiz mumkin. Çünkü ularning psixik qurilmasi texi onunğa odatlangan moslashgan emas. Xo'sh. Ya'ni masalan bovoqlar quchoqlanishga ehtiyojli. Ularning tabiiy ehtiyoji. Agar bir dada deydi, bolasini quchoqlab ketmaydigan bir dada. Balalarni quchoqlashning uning mengisini taraqqiyotiga hatta onun bo'yining egizligiga sog'lom cho'ng bo'lishini ko'rsatgan ta'sirini tushunish uchun u chuqur qildi. Ammo tushunmaganlik uchun nurg'un ota-onalar buni onasining ishi deb dadasi buni tashlab qo'ydi. Amaliyotda bu vaqtda bolalarning quchoqlanishi ularning psixik sog'lomligiga nihoyat universal ta'sir ko'rsatdi. Biz bu jihatdan men nurg'un misollar bilan ba'zi darslarni so'zladim. Ben bir misal aldım. Bazen nöbet geldiğinde isim geldi. Amerika'da kılınan bir tecrübe. Yani iki ayrım kepezge çaşkallarını koyup okşaş yemeklik, okşaş muhit, okşaş içimlik biriydi. Fakat birisini her günü yumuşak kılıp çötküyle sılap koydu. Bir kaç ketim sılaydı. Yani bir taraftakilerini sılamaydı. Şuncuk addi. Ama bir iş gaydın ki sılanğan çaşqallarning egirligi, texmi egir, tüktürü texim paqroq, texmi jalliq cho'ngildi. Ammo sılanmagan çaşqallar vijikrek, avaqroq, yengilroq cho'ngildi. Odam agar bir ota-ona mushuni tushunmasa uchun, bolaning bunda ehtiyoji borligini bilmasa uchun. Yuqorqi misollarni berishimning sababi bolalarni tushunishning naqadar muhim narsa ekanligi. Oxirida bu vaqtda bir misol olaylik. Biz balalarımızga balamni mesela undaq yetiştirey dedim, bundaq yetiştirey dedim degan vaqtlarimizda balalarımızın o'ziga xos aloyidligini, ya'ni Alloh ularga yaratgan ortiqchilik va ojizliklarni butunlay nazarga olmasdan o'zimizning orzusini balamizga tangimiz va yuklaymiz. Bu jiq so'zlangan temalarning biri. Ammo jiq so'zlangan bo'lsa-mu hozir chet tildagi oila tarbiyasida men anglayotgan, ba'zi ko'rayotgan ishlar haqiqatan odamni ensirtadi. Shu bolalarning kelgusini ensirtadi. Chunki ota-onalarning ko'pinchisi bolalarning iqtidori xosligiga loyiq bo'lgan orzularni unga singdirish orqali emas, balki ota-onalar o'zining orzusini bolasiga tengish orqali. Masalan, doktor bo'lmagan bir dada cho'ng bo'lganda doktor bo'lsa juma deyish orqali. Mesela balamni doktor qilaman.
balamni tijoratchi qilaman, balamni olim qilaman degan bir turkum nihoyatda qattiqroq desam bir xil fashistik iboralar bor. Bu nima ishki bundoq? Masalan deyli, bu yerda bir qog'oz bor. Mana bu qog'oz. Men bu qog'ozni qatlab bir aeroplan yasay olayman. Yoki men bu qog'ozni hozir yirtib o'talayman. Yoki qog'ozdan yana boshqa bir narsa yasay olishim mumkin. Yani men bu qog'ozni bundoq qilaman desam to'g'ri bo'ldi. Chunki bu qog'oz mening harakatimni passiv qabul qilishga majbur. Bu menga qarshi inkos qaytara olmaydi. Chunki bu jonsiz. Endi xuddi shunga o'xshash. Masalan, shu istakanimni egiztas qilib etishim mumkin. Yoki bir yog'ochdan, men bu yog'ochdan o'rindiq yasayman, ishkap yasayman deyishim mumkin. Yoki bir xemirni jild qilaman yoki manta yasayman deyishim mumkin. Ammo men bir balani Allah o'ziga xos xoslik bilan yaratgan. O'xshamagan mijoz bilan yaratgan. Shunday bir balani xuddi men shu qog'ozni yirtaman, aeroplan yasayman, axlatga tashlab o'taman deganga o'xshash muomala qilsam, bu fashistik muomala bo'lmaydi nima? Bu bizning orzuyimiz. Gayet güzel. Gayet yaxshi arzuda buluşumuz hech qanday xato emas. Bu arzularımız balalarımızga ta'sir ko'rsatadi. Ammo arzularimizni balaning tabiiy ahvolini hech qanday nazarga olmasdan tinish. Mana bu balani tushunmaslikning bir alomati. Tushunish muhimmi dedik ya. Tushunmasak qanday qilganligimizni bu orqali bilamiz. Endi nurg'un ata-onalarning ko'ngli kelsinmi, oxirida shu bir misolni degim keldi. Masalan, bizning nurg'un qarindoshlarimiz balamni qori qilaman deydi. Men ba'zi yerlarda dedim, ba'zi ekranda tunji qatim deyishim bo'lishi mumkin. Shu balalarni qori qilaman degan ibora xato. Xuddi bayonga o'xshash. Balamni qori qilib tarbiyalayman. Qori bo'lishini umid qilaman. Qori qilib yetishtirman. Bu ibora to'g'ri. Bunda ishlatsak nihoyat muvofiq bo'ldi. Ammo balamni qori qilaman degan jumlaning ostida balam uning yodlash kuchi yetarlikmi emasmi? Buni nihoyat yaxshi yodlayolmamdi, yodlayolmamdi. Yoki balamga buningdan boshqa ish texmi loyiqmi emasmi deganga o'xshash baladagi alohidliklarni butunlay nazardan soqit qilgan bir orzu bor. Bu orzu masalan deyli, mushu xil ota-ona, ya'ni balamni qori qilaman deydigan bu xil orzuga ega bir ota-ona balasini ma'lum bir ustozga berdi. Bu yerda 6 oy turgandan keyin navada bu ustoz balangiz nihoyat qiynalib ketdi, yaxshi yodlayolmayapti. Boshqa ish qilsa texmi muvofiq bo'lgudek desa, bu xil orzuga ega ota-onalarning ko'pinchisi buni bundoq kanda deb qabul qilmaydi. Qanday o'ylaydi? Falonining balasi yodlagan yerda sen bu nima yodlayolmaysa, sening nimangni kam qildin? Akang yodlayoldi yoki hatto ukang yodlayoldi. Ahmad Ağa'nın balası yodlayolibdi, sen nima yodlayolmaysa deydi. Yoki Ahmad qarim yodlatanmabdi-ku mening balamga. Boshqa bir ustozga olib beraychi dedi. Xo'sh. Boshqa bir ustozga olib berdi. U yerda 3 oy o'tgandan keyin u yerdan qaytib kelgandan keyin buni yodlatanmadi. Bu qarimmi bo'lmaydigan qarimken. Shunga hozir paloniyaga olib berdim dedi. Mana bu prezent terbiyesinde biz bugungi kunda uchrayotgan eng aqlli boshlang'ich xarakterli savatlarni bilmasligimizning natijalari bu. Xo'sh. Ya'ni mening bu misolni elishim bizning bolalarimizni tushunmaydiganligimizni yoki tushunishni muhim deb qaramaydiganligimizni, tarbiya strategiyamizni bolalarni tushunish ustiga qurmayotganligimizni ko'rsatadi. Bolalarimiz Allohning roziligini har xil shaklda qo'lga keltira oladi. Xo'sh. Xuddi sahobalar har xil o'g'inidek, shu har xil sahobalar ayni vaqtdagi shu buyuk islom jamiyatini barpo qilganidek, o'zining xilma-xil iqtidori bilan. Hammamiz bilamiz bu. Abu Bakr roziyallohu anhu bilan Umar ibn Xattob o'xshamaydi.
Ama Allah'ın aldıda özgücü ornu var. Peygamberimizin aldıda mı özgücü ornu var. Ömer İbn, değil mi? Osman İbn Affan mı başkaça? Hazreti Ali başkaça? Hatta Bilal mı başkaça? Halid İbn Velid yana başkaça. O'xshamagan iqtidorlar bilan xizmat qilyotdi. Shunda bo'lsa bo'laverdi aslida. Biz bolalarımızın hammasini zavoddan chiqqan o'xshash mahsulotga o'xshash yetishtirishimizning hojati yo'q. Xo'sh, xo'sh. Bu savolga shunchalik javob berib qisqa so'zlayman deb Ko'p rahmat haqiqatan nihoyat tafsili tushundim. Ben mishada siz gaplarni qilayotganda shu narsa esim keldi, zihnimdan o'tdi. Normalda shu siz yuqorida tilga olgan shaklda farzandlarga muomala qilayotgan uni xuddi zavoddan o'xshash qilib bilan yoki boshqalarning bolalariga selishtirib degandek men shuni orzu qilman, shunday bo'lishi kerak, buning kelgusi uchun shu foydali deyotgan yoki qattiq talablar bilan biroz besim bilan ish qilayotgan ota-onalarniki psixikada shunday bir masala bor ekan. Normalda shu ota-onalarniki biroz balliq davriga qaytsangiz, shu bilgan farzandlarga shunday qattiq muomala qilayotgan ota-onalarni o'z vaqtida farzand ota-onalardan shunday tarbiya elib besim bilan yoki ustozlarning ashundoq bu ishni beshidan kechirganligi uchun ularni ota-ona bo'lganda o'zining farzandlariga buni tabiiy holatda, ixtiyorsiz holatda zaten bu mening bolam bo'lgandan keyin men deganni qilish kerak. U bu degandek o'zini shundoq darslarni, shundoq leksiyalarni, so'zlarni anglasimi, haydab desimi, u o'zining tabiiy qanqini singib ketgan masaladanmi yoki boshqa masaladanmi farzandlarga shundoq muomala bilan tarbiya qilishga kunib ketgan bir ahvollarni ko'p ko'rasiz jamiyatda. Buni psixologlar ham nima abay degandek, chunki shu ota-ona cho'qim o'zining ota-onasini shundoq muomalaga uchragan, shuni bilgan ixtiyorsiz buni qildi. Buni o'zgartirish mumkinmi sizcha? Bunu o'zgartirish mumkin. Biroz tez. Çünkü bu yuşurun ağzı singen adetini o'zgartirishga pek uzun vaqt. Mesela bizlemi hatta men mi bazı ishlarni xatoligini bilib turman. Ammo siz degandek muhitda yetilganligimiz uchun, odatlanganligimiz uchun o'zimizni angliq aqliy ravishda pat-pat sagitib eskartib turmasak, biz bu darhol bema'ni xatoliklarni sodir qilib tashlaymiz. Ama hiç olmazsa bunun hatalarını bilsek, bir çoğunluğuna, ata-onaning biraz irade gücü oldu. İrade gücüden faydalanıp durup, hiç olmazsa o xil hata qilmishlarning bolalarga ko'rsatadigan salbiy ta'sirini ham tuvanchakka tushirish butunlay mumkin. Xo'sh, xo'sh. Ko'p rahmat. Unda bo'lsa oxirgi savol bilan tugatsak, shu bolalarning psixik sog'lomligiga ahamiyat berish davomli muhim deb kelyapmiz. Bu nima uchun muhim? Buni biroz bir ilmiy shaklda ozroq ochgan bo'lsak, albatta hamma odam so'zlaydi. Bunga ko'ngil bersak, bolalar har jihatdan sog'lom taraqqiy qildi, sog'lom bir narsani o'rganalaydi, o'zi erkin bo'lalaydi u degandek. Shu masalani biroz ochgan bo'lsak, shuni bilan tugatgan bo'lsak. Biz bunu enla biraz obrazlıklar düşünüşe tirişip bakalım. Çünkü balalarning psixik ahamiyati veriş degan bu söz. Hozir siz degandek pek jihatdan so'zlisimi, ammo ota-onalik amaliyotida ona yetarli ahamiyat berilmaydi. Nima ahamiyat berilmaydi deganda birisi balalar psixikasi degan bu xil tuqumlar haqida ba'zi boshlang'ich savodlar ega emas. Ya'ni ikkinchisi balalikdagi psixologik masalalarni yoki psixologik azob-uqubatlarni cho'ng bo'lgandan keyin balalarga qanday ta'sir ko'rsatganligini pek his qilib ketmaydi. Amaliyotda bizning hozirgi nurg'un masalalarimiz ma'lum darajada balalikda uning urug'i terilgan. Keyin shu urug'ni o'stirib soladigan suv yoki havoning duch kelib qolishi bilan, uruq kelib qolishi bilan bu o'sib chiqadi. Albatta ba'zi urug'lar bir umr o'smasligi mumkin. Ammo hayot o'xshamagan varaqlarını varaqlash davomida biz o'xshamagan etizliklarga chiqib qolish davomimizda biz bilib bilmay shu bizga ziyonli ta'sir ko'rsatgan urug'larni vujudimizda ko'klatib selishimiz mumkin. Endi men obrazliqroq bir tushuntirdim. Bu nima ishga psixik ahamiyat berish muhim deganda bunda bir narsa bor. Eng avval inson qanday maxluq? Buni baldirma dedik. İnsan bir cisimge ega, yani bedenge ega, anadan keyin ruhga.
yoki boshqacha aytsak bir psixikalik qurilmaga ega bir maxluq. İnsonni inson qilgan narsa uning badani emas. Agar insonni haqiqiy insonning mohiyati badanda bo'lsa, vahiy bizga tushmagan bo'lardi. Bu chog'da biz bu yer sharidagi barliq hayvonlarga o'xshash bir maxluq bo'lgan, faqat o'rmonatgan bir maxluq bo'lgan bo'lardi. Hech farqimiz bo'lmaydi. Ammo bizga aql va ruh bizni farqlantirdi. Ya'ni bizni inson qilgan narsa bu. Unda bo'lgandan keyin biz amaliyotda insonni inson qiladigan narsaga ahamiyat bergan bo'lamiz. Bolalarning psixikasiga ahamiyat berdik deganlik, uning haqiqiy insoniyligiga ahamiyat berish deganlik. Biz bolalarimizni yaxshi boqamiz. Uning uzuqliklarini to'liqlaymiz, qimmat bo'lsin bir narsalarni epirimiz, ekilimiz. Bular albatta muhim emas deganlik emas. Bular o'xshash muhim, nihoyat muhim. Chunki jismoniyat bir asos. Ammo butun agar bizning markazimiz, diqqatimiz navoda mushuni qilib markazlashuvchi vaqtda biz bolalarimizning ruhini, sog'lomligini diqqatdan soqit qilishga boshlagan bo'lamiz. Bu xuddi bunda deylik. Biz bir gül yetiştirdik evimizde. Bu gülge biz o'g'itni shu kitobdagidek berdik. Suv quydik. Nihoyat yaxshi ay qildik. Ammo nima biz sababini bilmadik. Bu gül hech biz o'ylagandek yoki gulchi bizga deb bergandek nihoyat unda aynib ketmadi. Unda baraqsan bo'lib ketmadi. Bir xil yigilab turib oldi. Xo'sh. Shuning bilan biz yana mı izlenip bu gül neymiş bunda bu kaldı o degan narsani topgan vaqtimizda biz tuyuqsiz bunu asli quyoshga mı ihtiyoji ekanligini bir yerdan o'qib bilishimiz mumkin yoki gulchi bizga deb berishi mumkin. Siz bu gulni soyaga qo'yib qo'yapsiz. Bu soyaga qo'yib qancha siz suv quysangizmi, o'g'itlasangizmi bu quyosh ko'masa, ma gulning xarakteri quyosh nuriga alohida ehtiyojli. Şuna bu köklümaydı o deydi. Şuna biz aslında de bu gülünü aptapı yetkeyimiz. Demek bir yerde bu gülünün yetilişi için onun aptipi, onun oğutu, onun suyu yeterli kuruşu lazım. Belki yine başka neresi buluşu mümkün elbette. Adem mi okşar? Onun yemek içmek edin başka, onun ruhiga belirlenen uzukluğu yeterli olmasa, xuddi gül yigilab qolganiga o'xshash, aylanmaganga o'xshash insan mı aslında? Çünkü balalardaki ihtiyaç en tüpki cihetini ifkanda birisi cismani bir xatarlik ihtiyacı olsa, yani birisi söygü ve muhabbet ihtiyacı. Yani kovduluş ihtiyacı. Balalarda aslında ruhi ihtiyaç oldu. Emniyette bizden bulduğu, çoğlardan bulduğu. Bizden mi hürmetleniş ihtiyacımız, tasdiqlanish ihtiyacımız, yaxshi ko'rilish ihtiyacımız bulduğu. Bizde bo'lgan bu ihtiyoç nima uchun balalarda olmaydi? Albatta balalardan bo'ldi. Agar biz balalarımızın ruhi ehtiyojlariga ko'ngil bo'lmasak, ularga yetarli ahamiyat vermasak, bizning balalarimiz ruhiy jihatda, psixik jihatda cho'ng bo'lgan vaqtda muqarrar masala ko'rsatishga boshlaydi. Uni ig'ir masala bo'lishi mumkin. Hatto bu masala ularga bir umr bo'lishi mumkin. Mesela deyli, addi aytsak, bayam deganimizga o'xshash, haddidan ziyode qattiq qo'lliq ostida cho'ng bo'lgan bolalarni bir tarafdan mustaqilchanligi tuyan bo'lishi mumkin. Ya'ni davomli boshqalarga tayinadigan, mustaqil bir qaror qilinmaydigan, mustaqil ish qilinmaydigan, boshqalarning ko'ziga qaraydigan. Yoki o'zgaga ishonchini tuyan bo'lishi mumkin. Masalan, doim ota-onasining tasdiqiga erishamagan bolalar. Masalan, nima ish qilsa ota-onasi bir qusur, bir tiriq tepib, o balasining ishidan rozi bo'lmaydigan ota-onalar. Masalan, nayt ko'p-ku. Ana, bugun men sana yordamlashib, men qachon yuvib berdim desa, 8 yoshli bir bola, bir qiz yoki 5 yoshli hatta. Anasi shunday qarab, qara tuzuk yumabsa, pokiz yumabsa, men taqsini desa, yani voy qizim, rahmat sana, sen kichikkin turib menga yordam qilding deyishni o'rniga, sen pokiz yumabsa deb 20 yoshli qiz bola qo'ydigan talabni aniq qo'ysa, asta-asta ma balada ota-onasidan kelgan bir xil tasdiqlanmaslik bor. Men qancha yaxshi qilsammi, ota-onam meni baribir yaxshi demaydi. Bu chog'da bu qanday qilishi mumkin? Birisi o'zgaga ishonsa asta-asta tuvallaydi.
Ne qancha qilsam qilolmaydi ekanman. Ikkinchisi, bu tasdiqlanishni sirtdan izlaydigan bo'lib qolishi mumkin. Masalan, ota-onasi uyda buni qilsaqmi arzitmidi, buni qilsaqmi arzitmidi. İmtihanda aram tirishib 90 ep kelibdik. Sen demiş 95 olmading deb kallasida paqqa deb birini yedi deydi. Bunda olgan ekan. Agar u ko'chada o'ziga o'xshash bolalar bilan, masalan, ko'chadagi bolalar bilan bilib, uni ular tasdiqlab qolsa, o sen bek no'ch ekansan, obdan mushlashding deb qolsa, bu bola uyda olinmagan tasdiqni, uyda olinmagan muayyanlashtirishni ko'chada olsa, bu bolaning ko'chaga chiqishi normal bo'ldi. Çünkü hamma odam o'zining qadr qimmatini his qildirgan muhit ichida yashashni xohlaydi. Bu nihoyatda pek aqlli ehtiyoj. Agar u qadr qimmati oilada his qilindirilgan bo'lsa, u bolaga u ko'chadagi do'stlari tarafidan his qilgan bo'lsa, albatta uning yanında turish uning nisbatan eng huzurli. Agar bir qiz oilada dadasidan yetarli mehr muhabbatga erishamagan bo'lsa, bolalik vaqtlardan bu vaqtda navada bu qiz yashiga yetmasdi, hatto 13-14 yosh vaqtda sirtdagi birasi uning azroqli illiqlik ko'rsatsa, u darhol erib ketishi mumkin. Chunki u dadasining undan muhabbatiga, o xil amroqligiga, o xil qadrlashiga erishamagan. Uningda shunday bir xil zoriqish bor. Uningda bir xil echirqash bor. Shuning bilan bu echirqagan, bu ro'yijatni zoriqib turgan bolalarga azroq aldab qo'ysam oldim ketadi. Chunki ular bir saxtipazning hissiyoti bilan bir sog'lom, samimiy hissiyotni farqlantira oladigan iqtidorga ega emas. Ulardagi ziyoda echirqash ularning aql ko'zini to'sib olishi mumkin. Bu misolni olishimning sababi, agar siz bolangizning mana mushu xil psixik ehtiyojlarga ahamiyat bermasangiz, mana shunday masala yuz berishi mumkin demakchi. To'g'ri. Bu xuddi biz bir cho'ng dasning ichida o'simlik yetishtirib, andan keyin bu dasni bir tuvoq bilan etib qo'ysak, 2 oydan keyin ochsak bu dasni, bu ichidagi o'simlikli tuvoqni ko'taranmaganlik uchun asli tuz o'sadigan o'simlik tuvoqning ostida navoiyda maymoq, irmash-chirmash bir narsaga aylanib ketishi mumkin ham. Demak, insonning ruhi shu. Agar insonning ruhi va bu ehtiyoji shunda sog'lom qoldirilmasa, qattiqroq desam, biz ruhi mubaddal bo'lib ketgan bolalarni yetishtirishimiz mumkin. Ya'ni psixikasi büyüşkidila buzilib ketgan. Xuddi tuvoqning ostidagi o'simlik chiqolmay maymoq bo'lib ketgandek, bolalarimizning sirtqa chiqishga tegishli nurg'un his tuyg'ulari chiqolmay ichida maymoq bo'lib ketishi mumkin. Menimcha tushundira oldim deb o'ylayman. Gayet güzel tushundirish oldi, güzel tushundirish oldi. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Programımızın vaktimi tugadi. Gayet güzel eçbeli, Allah razı olsun. Bugün hem mücadele yok bolsunmu qatnashibani ko'p rahmat aytamiz. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi 14-sonimizmi shu yerda oxirlashtiraydi. Haqiqatan mayli biz ota-ona bo'lish sifatimizda ota-ona bo'luvchilar bo'lsin. Bundan keyin ota-ona bo'lmoqchilar ular bo'lsin. Albatta bu jamiyatninki kelgusi bo'lgan farzandlarimizni bularninki ruhiy jihatdan ularni eng güzel şekilde terbiyelashning qancha muhim ekanligini misollar bilan tushungan bo'ldik. Ama yuqorida so'zlab o'tgan narsaga biroz yozib qo'ygandim berganda. Farzandlarninki ota-ona bo'lish albatta o'zining xiyoli bo'yicha mush kasbni o'rgansa yoki mushningda taraqqiy qilib o'qisa yoki kelgusi yaxshi bo'ldi, u bu degandek tushuncha bilan qarashi mumkin. Farzandlarninki tanlashi, uni yaxshi ko'rib ko'rmaydiganliginiki doim muhim ekanligini dedimda ustoz bu yerda. Lekin hamda degan hamda shunday bir jamiyatda yashayapmiz hamda. Bu farzandninki bola bo'lish bilan ba'zida xato narsani tanlab qolishi mumkin. Dinimiz yo'l qo'ymaydigan bir kasbni kichigidan yaxshi ko'radigan bo'lib qolishi mumkin. Bunimi amaliyotda ota-ona o'zininki hukmronligi bilan bu qattiq vaqirab chaqirib degandek emas. İllaki mush yo'lda maqsan degan shaklda emas, balki bolaga yuqorida so'zlab o'tilgandek go'zal shaklda hatto xato bir narsani yaxshi ko'radigan bo'lib qolsa-mu, chunki jamiyat chunki yolg'iz o'zimiz bilan
bildiğin bir küçük bir mahallede yaşamayotimiz. Onun etrafındaki biz yaşayotgan devlet, her qaysi devletlerde yaşayotgan şu etraftaki muhit, şu xalqlarningki odatlari balig'imi biz xalamayli ta'sir qildi hamda. Etrafga qarab, balki boshqa narsani yaxshi ko'radigan, biz xalamaydigan bir kasb yoki bir narslarni yaxshi ko'rib, men shuni qilaman deb turishim mumkin. Bu vaqtida ana shunga go'zal bir shaklda bir mehribonlik bilan tushuntirish, uni qoyil qilish asosida uning tanlagan yoki yaxshi ko'rgan kasbi yoki bir ishni boshqa bir sohaga, millatga, vatanga foydali bir ishga almashtirish tamamen mumkin deb qarayman. Shu yerda yezib qo'yganman bu so'zlar jarayonida. Bunu bir eskartib qo'yildik. Rabbim inşallah her bir ata-onaga biz etrafımızda Türkiye'de anlap durumuz her xilmiş farzand meselesi bulup atkan meselelerinde şu balalarınki hatta öyden kaçıp getiş meselelerini to'la anlaydigan bo'lib qoldik. Şu ata-onaninki farzandini to'g'ri tushunmaganligi, besim bilan boshqarganligi neticesi ham bu surishtirsak ondan kelib chiqqan narsalar. Bu o'zimizni tarbiyalash bilan birga, o'zimizni yetishtirish bilan birga ularni tushunib, ular bilan mungdashib, fikr almashtirib degandek bu ishni yo'liga solsak millatimizningki kelgusimi demak parlaq bo'lg'usi deb buni umid qilamiz. Bu shaklda Rabbim bu tuyg'u, bu tushunchani ato qilishini tilaymiz. İnşallah Rabbim ömür berse 2 haftadan keyin o'xshash soatda ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuhu. Ras soat 6da inşallah bunu deb qo'yay. Bir saatdan keyin inşallah turg'un almasi haqida o'chmasizlar programmamizning 2 soni bo'ladi. Shu programmada ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuhu.